Bu hojonami sahrlari bormi? Yo'q. Ha. Oyog'im og'riydi. Mana Akmal akam, Aka, assalomu alaykum. alaykum. Uzr berishda qildim. Qandli diabeti bor yurtdoshlarimizni shu oyog'ida muammolar bo'ladi, yaralari bitmaydi, boshqa bo'ladi. Mana shu terapiya rostdan yordam beradimi, yo'qmi? Bu ozonoterapiyaning yangicha varianti, zamonaviy varianti mahalliy qo'llanish hisobiga zo'r yordam beradi. Farg'onada bitta bo'lib turibdi. Biz bemorlarimizga qulaylik bo'lishi uchun, har yoqqa ovora bo'lib, sarson bo'lmasligi uchun Enter shifo klinikasiga buni olib keltirdik. Bitmayotgan yaralar, oyoqlardagi uvishlar, karaxtliklar, zing'ishlar ancha qo'yib yuboradi va kamayadi shu. Mana hisobiga u yara bitib ketadi. To'g'ridan to'g'ri qon orqali kislorod yaxshi yetib keladi va qon aylanishii yaxshi bo'ladi va bitmayotgan yaralar shu orqali bitadi. Ha, endi olyapman. Qarang, doktor mana gapirmayapman, men o'zim gapiryapman sizga. Natija bormi, yo'qmi, to'g'risi? Natija bor. Bu ikkinchi nima olishim, birinchi olganimda hammaga aytdim. Birinchi kuni bitta lecheniya olganimda oyog'imda kuchot og'riq yo'qoldi. Nima hisobiga og'rirdi? Yara para yo'qmi? Yo'q. Ichki og'riq. Ichki og'riq, havo ayniqsa sovuqda. Birinchi kun aytdim, shuna og'riqsiz yashasa ham bo'lar ekan dedim. Natija yaxshi. Ana. Muhimi shu. Hammaga tavsiya qilyapman. Ana. Buni hali davolanib, shifosini olgan odam qo'rqmay gapiraveradi-da. O'zbekka muolaja nechi pul? Shu o'z muolajasi o'zi 40 ming so'm turadi. Pardon, Ortiq. Hojon Alloh shifo bersin. Yaxshi bo'lib boring.